Good morning, everyone. Today we're going to learn about the words and sentences in emergencies. Demak, bugun biz favqulodda holatlarda qanday gapirish haqida o'rganamiz. Birinchi o'rinda yordamga chaqirish so'zlarini ko'rib o'tamiz. Is this police, ambulance or fire brigade? Ya'ni telefon qilganimizda mana shu gaplarni aytsak, biz bu politsiyami, tez yordammi yoki o't o'chiruvchilarmi degan savolni bergan bo'lamiz. Ulardan faqat bittasini tanlab aytsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Muammo va vaziyatlarni tasvirlab berishda esa there has been an accident, ya'ni bu yerda baxtsiz hodisa yuz berdi so'zlardan foydalanamiz. Joylashuvimiz va muhim tafsilotlarni berishda esa I am at ... bu degani men hozir va ko'cha nomini aytib turibman degan ma'noni bildiradi. Yoki my location is ... ya'ni mening manzilim va manzil nomini oxiriga qo'shib aytamiz. For example, hello, is this the ambulance? Salom, bu tez yordammi? There has been an accident. We are at Amir Temur Street 12. My location is near the park. Please come faster. Ya'ni, salom, bu tez yordammi? Bu yerda baxtsiz hodisa yuz berdi. Biz Amir Temur ko'chasi 12 uydamiz yoki ko'chadamiz. Meni joylashuvim bog' yonida deb aytamiz. Bugun o'rganadiganlarimiz shulardan iborat edi. Bye.